Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Demak, 5-modulimizni ham boshlaymiz. Birinchi masalamizda aytyaptiki, x dagi kuzatuvchi y ni qanday tezlikda ko'radi debdi. Birinchi masalamizda x dagi kuzatuvchi, ya'ni x jism bu tomonga 10 tezlik bilan harakatlanyapti, g'arb tomonga, y jism bu tomonga 6 tezlik bilan sharq tomonga harakatlanyapti. Y dagi jism x dagi kuzatuvchi y ni qanday tezlikda ko'radi? X dagi kuzatuvchi, mana x dagi kuzatuvchi, mana shu yerda bir odam turibdi desak, mana shu yerda bu odam turibdi desak, x dagi kuzatuvchi, mana bu y dagi kuzatuvchi. Y dagi kuzatuvchi. X dagi kuzatuvchi y ni qanday tezlikda ko'radi? Ya'ni x dagi kuzatuvchi, mana x dagi kuzatuvchi y ni qanday tezlikda ko'radi? Birinchi ular orasidagi v nisbiy tezlikni topib olamiz. V nisbiy tezligimiz qanday bo'ladi? V nisbiy tezlik qarama-qarshi bo'lganda qo'shilardi. Shunda 10 plus 6 bo'lib qoladi. Shunda 16 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, ikkovi bir-biridan 16 metr taqsim sekund tezlikda uzoqlashadi. Endi aytaylik, mana shu x jismda tinch turibdi desak, y jism x dan 16 metr taqsim sekund tezlikda uzoqlashadi. U ham bo'lsa qanday? Demak, g'arbga 16 tezlikda, sharqqa 16 tezlikda. Demak, bizga javobimiz sharqqa 16 tezlikda ko'radi. Nima uchun sharqqa? Mana buni tinch turibdi desak, y bu tomonga qarab uzoqlashadi bundan. Undan uzoqlashadi. Sharqqa qarab 16 tezlikda uzoqlashayotgandek ko'rinadi. Demak, sharqqa qarab 16 tezlik bo'ladi. Ikkinchi masalamizda K dagi kuzatuvchi L ni qanday tezlikda ko'radi? K dagi kuzatuvchi, mana shunda bitta kuzatuvchi turibdi desak, mana bunda bitta kuzatuvchi turibdi desak, L ni qanday tezlikda ko'radi? Kuzatuvchi bu tomonga qarab harakatlanyapti, ya'ni kuzatuvchi mana shu K ham bu tomonga harakatlanyapti, L ham bu tomonga qarab harakatlanyapti. Shunda nima qilamiz? Bularning nisbiy tezligini topamiz. V nisbiy tezlik shunda 12 minus 5. Ikkalasi ham bir tomonga bo'lganligi uchun 12 minus 5, ya'ni 7 metr taqsim sekund bo'ladi. Va K dagi kuzatuvchi L ni qanday tezlikda ko'radi? Ya'ni bu degani L K dagi kuzatuvchiga L o'ziga yaqinlashayotganday ko'rinadi. Ya'ni u g'arbga, ya'ni g'arb mana bu tomon bo'lsa, g'arbga 7 tezlikda harakatlanayotgandek ko'rinadi. Ya'ni javob C javob bo'lib qoladi. Chunki bu tomonga harakatlanayotgandek ko'rinadi. Bunga. Uchinchi masalamizda X va Y transport vositalari yerga nisbatan bir xil Vx va Y tezlik bilan rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda harakatlanmoqda. Shunga ko'ra, X transport vositasidagi kuzatuvchi Y transport vositasini qaysi yo'nalishda harakatlanayotganini ko'radi, deyapti. Ya'ni unda ikkovining nisbiy tezligi mana shu joyda bir-biridan uzoqlashadi. Mana shu joy ularning nisbiy tezligi bo'ladi. Ya'ni bir-biridan uzoqlashayotgani mana shuni ko'radi. Mana bu yerdagi kuzatuvchi ko'zi mana bu tomonga qarab turgan bo'ladi. Mana bu joydagi kuzatuvchi buni ko'rib turgan bo'ladi, mana ko'zi. Ikkovi mana shu yo'nalishda bir-birini ko'radi. Ya'ni aytayaptiki, shunga ko'ra X transport vositasidagi kuzatuvchi, X transport vositasi mana X transport vositasiga mana shu Y transport vositasini qaysi yo'nalishda ko'radi? Shimoliy g'arbiy yo'nalishda ko'radi. Ya'ni mana shu tomonga harakatlanayotgandek ko'rinadi u. Uzoqlashib ketaveradi. Mana shu yo'nalishda uzoqlashadi, mana shundan. Shu yo'nalishda uzoqlashayotgandek ko'rinadi. Demak, shimoliy g'arbiy bo'ladi. Mana shu javob bo'ladi. Shimoliy g'arbiy bo'ladi. Mana shu javob bo'lib qoladi bizda. To'rtinchi masalamizda Yerga nisbatan shimolga 4,
tezlik bilan harakat qilayotgan X avtomobildagi kuzatuvchi Yerga nisbatan g'arbga 4 tezlikda harakatlanayotgan Y avtomobilni qanday ko'radi debdi. Demak, bu masalamizda mana ko'rsatyapmiz-ku, shimolga mana X avtomobilimiz va g'arbga Y avtomobilimiz. Bizga aytyaptiki, X avtomobilimizning kuzatuvchi avtomobildagi kuzatuvchi Yerga nisbatan g'arbga shu tezlik bilan harakatlanyapti. X avtomobil Y'ni qanday tezlikda ko'radi deyapti. Ya'ni bularning nisbiy tezligi mana shu joyda bo'ladi. Mana shu joyda bo'ladi nisbiy tezlik. V nisbiy tezlik mana shu joyda bo'ladi. Va V nisbiy tezlikning qiymati qanday topiladi? Bu ildiz osti Pifagor teoremasi orqali topiladi. 4 kvadrati yana 4 ning kvadrati bo'ladi. Hisoblasak, ildiz osti 2 ko'paytiruv 16. Bundan 4 ildiz osti 2 metr taqsim sekund tezlik bilan mana metr taqsim sekund tezlik bilan uzoqlashadi bir-biridan va X avtomobil Y'ni mana shu yo'nalishda harakatlanayotgandek ko'rinadi. Mana shu tomonga ketayotgandek ko'rinadi. Shu tomonga ketayotgandek ko'rinadi va g'arbiy g'arbiy bo'ladi. Janubiy g'arbiy tomonga 4 ildiz osti 3 metr taqsim sekund tezlik bilan mana bu. Janubiy g'arbiy tomonga 4 ildiz osti bilan mana shu bo'lib qoladi bizga. Demak, 5-masalamiz. A va B transport vositalarining Yerga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgandek. Demak, ikkalasining tezligi bor. Shunga ko'ra, A transport vositasining tezligi B'dagi kuzatuvchiga nisbatan qanday kattalikka ega? B'dagi kuzatuvchiga nisbatan. Ya'ni ikkalasining nisbiy tezligini so'rayapti. Ya'ni V nisbiy tezlik bir-biridan uzoqlashish tezligi ildiz ostida 6V ning kvadrati plus 8V ning kvadrati bo'lib qoladi. Shundan 10V chiqadi. Javobimiz ya'ni 10 bo'lib qoladi. D javob bo'lib qoladi. Javobimiz D javob bo'lib qoladi. 6-masalada X, Y, Z transport vositalarining Yerga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgandek. Z avtomobilining X avtomobilga nisbatan tezligi V1 ga Y avtomobilining Z avtomobilga nisbatan tezligi V2 ga teng bo'lsa, V1 taqsim V2 ni toping debdi. Demak, ikkinchiga Z avtomobilining X ga avtomobilga, Y ning Z ga. Z ning X ga, Y ning Z ga. Z ning X ga nisbatan tezligini V1 desa, Y ning Z ga nisbatan tezligini V2 derkan bular. Shuni nima qilamiz? V1 ni topamiz. V1 teng bo'ladi. Ildiz osti bu bir-biriga perpendikulyar bo'lgani uchun ildiz osti Pifagorga tushadi. 3V ning kvadrati plus 4V ning kvadrati. Bundan 5V chiqadi. 5V chiqadi. Endi V1, V2 esa Y ning Z ga nisbatan bir-biriga qarama-qarshi bo'lganligi uchun bular qo'shilib ketib V ga qo'shilaman 4V ni. Bu degani 5V bo'lib qoladi. Shunda nisbati V1 ni V2 ga nisbati 1 bo'lib qolar ekan ustoz. Javobimiz 1 bo'lib qolar ekan. Javobimiz 1 bo'lib qolar ekan. Endi keyingi masala 7-masalamizda. X, K, L, M jismlar rasmda ko'rsatilgandek yo'nalishda teng tezliklar bilan harakatlanadi debdi. Hammasidan tezligi V ekan. Hammasi bir-biridan V tezlikda uzoqlashar ekan. Shunga ko'ra, K, L va M jismlar X ga nisbatan qanday yo'nalishlarda harakatlanadi? K jism mana bu yo'nalishda harakatlanadi. K jism mana bu yo'nalishda harakatlanadi. X ga nisbatan
M jism bu yo'nalishda harakatlanadi x ga nisbatan. L jism mana bu yo'nalishda harakatlanadi x ga nisbatan. Va birinchisi K jism. K jism. Bu shimoliy g'arbiy. Shimoliy g'arbiy bo'ladi mana. Shimoliy g'arbiy mana bu bo'ladi. Ikkinchisi M jism. G'arbiy. M jism g'arbiy bo'ladi. Va janubiy g'arbiy bo'ladi. Mana bu L jism. Demak, javobimiz oxirgi javob bo'lib qolar ekan. Endi tezligi yerga nisbatan 4 metr taqsim sekundga teng bo'lgan Y kuzatuvchisi tezligi yerga nisbatan 5 bo'lgan X transport vositasini qanday ko'radi debdi. Bizga demak tezligi yerga nisbatan 4 ga teng bo'lgan Y kuzatuvchisi mana Y kuzatuvchi mana bu Y kuzatuvchisi tezligi yerga nisbatan 5 bo'lgan X transport vositasini qanday tezlikda ko'radi debdi. Qanday tezlikda ko'radi? Nisbiy tezligini. Demak, V nisbiy tezlik topamiz. V nisbiy tezlik ildiz ostida V1 kvadrat plus V2 ning kvadrati minus 2 ta V1 V2 kosinus alfa. Ular orasidagi burchak. Mana shunda ko'radi. Ya'ni buni hisoblasak ildizda 4 kvadrati plus 5 kvadrati minus 2 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv kosinus. Ular orasidagi burchak mana 37 ga teng. 37 gradus bo'lib qoladi. 37 ga teng bo'lganligi uchun kosinus 37 da 0,8 ga teng. 0,8 ga teng. Va buni X jism. Demak, ular orasidagi nisbiy tezlik mana shu joy bo'lib qoladi mana. Ular orasidagi X mana shu joy bo'lib qoladi nisbiy tezlik bir-birini. Mana shu yo'nalishda bo'lib qoladi. Demak, qiymati nima bo'ladi? Ildiz osti 16 plus 25 minus 4 16 32 bo'lar ekan. 32 bo'lsa 37 ildiz osti 5 bo'lib qolar ekan. Shuni chiqyaptimi? 8 4 bo'lar ekan. Shuni ayirsak 16 25 dan 16 9 ekan uzr. 25 32 ildiz osti 9 undan 3 chiqar ekan. Demak bu mana bu yo'nalishda bo'lib qoladi. Mana shuni bitta ko'rib ketaylik. Demak bu 3 chiqar ekan. Mana bu tomonga ketayotgandek ko'rinadi. Ya'ni mana bu tomonga, ya'ni g'arb tomonga 3. G'arbga 3 bo'lib qoladi. G'arbga 3 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgandek ko'rinadi. Yerga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgandek 9-masala ishlaymiz. X, Y, Z transport vositalaridan Z ning Y ga nisbatan tezligi V1, Z ning X ga nisbatan tezligi V2 ga teng bo'lsa V1 taqsim V2 ni toping debdi. Z ning Vx mana bu Vz da Z ning Y ga nisbatan Z ning Y ga nisbatan tezligi mana bu bo'ladi. Demak Vz ning Y ga nisbatan tezligi V1 bo'lsa ildiz ostida 16 4 ning kvadrati 16 plus 64 bo'ladi.
Demak, bu ildiz ostida 80 bo'lar ekan. Bu 4 ildiz osti 5 bo'ladi. Endi V2. V2'miz mana bu ikkalasi orasidagi nisbiy tezlik. Bu ildiz osti 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati. Bu 10 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni 100 bo'ladi-da, 10 chiqadi. Shunda bizga V1 taqsim V2 ni so'radi. V1 taqsim V2 teng bo'ladi 4 ildiz osti 5 ni bo'laman 10 ga. Demak, bu 2 ildiz osti 5 taqsim 5 bo'lib qoladi. 5. Javobimiz A javob bo'lib qoladi. Demak, mana shuni ham ko'rib chiqdik mana. Davom etamiz. Keyingi masalamizda demak, K va L transvositalarining erga nisbatan tezligi rasmda ko'rsatilgan. Mana rasmda ko'rsatilgan mana K va L. Shunga ko'ra K tezligi L ga nisbatan tezligi necha v ga teng debdi. Xo'p, nima qilamiz? Buni bitta usul qilsak ham bo'ladi. Bitta usul bilan ishlasak ham bo'ladi. Yana bir sizga qulay usuli. Aynan mana shuning x va y o'qlaridagi proyeksiyasini topib olsam men 10 tezlikning x o'qida proyeksiyasi nimaga teng? 8v ga tengmi? Ya'ni kosinus 0,6 ya'ni 6v ga teng bo'ladi-da. Mana shuni ne deymiz? X o'qida kosinus 53 ko'paytiruv 10v bo'lsa, buning qiymati kosinus 53 dan 0,6 bo'lsa 6v ga teng bo'ladi. Y qiymati yuqoriga bo'lgan qiymati 8v ga teng bo'ladi. Endi men mana shuni bir-biridan nisbiy tezligini, bir-biridan uzoqlashish tezligi v nisbiy tezlik x o'qi bo'yicha v nisbiy tezligimiz nimaga teng bo'ladi? Qiymati 2 plus 6. Ya'ni 8v ga teng bo'ladi. X o'qi bo'yicha nisbiy tezlik. Endi v y o'qi bo'yicha nisbiy tezligimiz bizniki o'zi 8v edi. Endi xuddi shunday v natijaviy nisbiy tezlik bu ildiz osti v nisbiy x ning kvadrati plus v nisbiy y ning kvadrati bo'ladi-da. Shuni hisoblaganimizda 64. Demak, 64 dan 8 ildiz osti 2v ga teng bo'ladi. Ya'ni 8 ildiz osti 2 bo'lib qoladi. Mana shu javobimiz bo'lib qoladi. Sizga mana shu bu ham bir yaxshi usul. X o'qi bo'yicha natijani topasiz, Y o'qi bo'yicha natijani topib Pifagor o'qib qo'yasiz, bo'ldi. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan K va K ning tezligi L ga nisbatan sharqqa qarab 3v ga teng deb. K ning tezligi L ga nisbatan sharqqa qarab 3v ga teng. Bu degani K L ga qarab 3v tezlik bilan yaqinlashyapti. O'zi L bu yoqqa qarab necha tezlik bilan? 4 tezlik bilan harakatlanyapti. Ya'ni v nisbiy tezlik v k dan ayiraman men 4v ni, v L ni. Ana shunda u 3v ga teng bo'lishi kerak ekan. 3v teng bo'ladi v k minus 4v. Shundan v k ni topsam 7v ga teng bo'lib qolar ekan. Javob I javob bo'lib qolar ekan. 7v bo'lib qolar ekan. Sharqqa qarab yaqinlashyapti deydimi? V k katta-da, aniq. V 4 dan. Mana shunday deb tushunamiz, bo'ldi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanuvchi K ning tezligi L ga nisbatan 9v ga teng. Shunga ko'ra L ning yerga nisbatan tezligi qanday deyapti? Qarama-qarshi yo'nalishda demak demak nisbiy tezlik, unda qarama-qarshi bo'lsa nisbiy tezlik qo'shiladi. V nisbiy tezlik 9v ga teng ekan. Nima qilaman bunda? 5v ga qo'shaman VL ni. Shunda VL chiqadi 4v ga. Javob B javob bo'lib qoladi.
Demak, 13-chi masalani ko'rib o'tib ketamiz. 13-chi masalamizda nima deyapti? Demak, rasmdagi yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalaridan x ning y ga nisbatan tezligi g'arbga qarab 2v ga teng. X ga nisbatan z ning tezligi sharqqa qarab v ga teng deyapti. Birinchi shartimizda x ning y ga nisbatan. X ning y ga nisbatan tezligi g'arbga qarab, g'arb bu tomonga qarab 2v ga teng ekan. Bu degani x ning tezligi katta degani. Ya'ni v x ning tezligidan ayirsak v y ning tezligini 2v ga teng bo'lsa, vx imiz o'zi 3v edi. Shundan v y teng 2v ga. Shundan v y ni topsam men bizga v ga teng bo'lib qoladi. V y imiz v ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni u ham bo'lsa shu tomonga qarab v tezlik bilan harakatlanayotgandek ko'rinib qoladi. Endi v ikki kengishida x ga nisbatan z ning tezligi sharqqa qarab v ga teng. Sharqqa qarab v ga teng. Bu degani v z dan ayiraman v x ni, u ham bo'lsa v ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni v z minus 3v teng bo'lyapti v ga. V z teng bo'lib qolar ekan shunda 4v ga. Bizdan so'rayotgan narsa vx taqsim vy ni so'rayapti. Bu z kerak emas ekan o'zi. vx taqsim vy ni. vx taqsim vy. Vx imiz qani edi mana? 3v ni bo'laman v ga. Javobimiz 3 chiqib qolyapti. Bular nima degan? X ni y ga nisbatan so'raganmi? Menimcha shular adashib ketgan. Menimcha. X ni z ga nisbati bo'lsa kerak menimcha. X ni z ga nisbati bo'lsa kerak-da. Mana shu x ni z ga nisbati bo'lsa kerak-da. Shunda mana bu 4v bo'ladi-da. X ni z ga nisbati 3 taqsim 4 bo'lib qoladi. Mana shunaqa javob bo'lib qoladi. Ustozlar 14-masalaga davom ettiramiz. Tezligi yerga nisbatan vx bo'lgan x avtomobildagi kuzatuvchi y avtomobilining v tezlikda sharqqa ketayotganini ko'radi. Shunga ko'ra, y transport vositasining yerga nisbatan tezligi qaysi yo'nalishda va qanday debdi. Endi biz nima qilamiz buni? Birinchi qiladigan ishimiz mana shuni ikkita proyeksiyaga ajratamiz, mana shu tezlikni. Mana shu vx ni ikkita proyeksiyaga ajratamiz. Va u natijaviy, ya'ni iltizosli 2v bo'lganligi uchun yuqoriga v dan ketadi, 45 gradus bo'lganligi uchun g'arbga qarab ham v dan ketadi. G'arbga qarab proyeksiyasi. Va aytayaptiki, y jism x jismdan v nisbiy tezlik bilan uzoqlashyapti. Ya'ni sharqqa qarab uzoqlashyapti deganligi uchun uning sharqqa qarab uzoqlashyapti deganligi uchun y jismning ham mana bu yuqoriga proyeksiyasi x jismga teng ekan. Yo'nalishi qiziqmas. Qaysi tomonga yo'nalganiga. Lekin x jismning yuqoriga yo'nalgan proyeksiyasi v ga teng bo'lsa, uniki ham v ga teng bo'lsa, ya'ni u na pastga ketayotgandek ko'rinadi, na yuqoriga ketayotgandek ko'rinadi. Ya'ni bunday olganda v x o'qidagi nisbati, ya'ni v x ning mana shu vx tezligimizning yuqoriga y x o'qidagi tezligi, ya'ni v ga teng ekan. Endi y o'qidagi tezligi esa-chi, v dan ayiraman men vx ning x o'qidagi proyeksiyasini, shunda u v ga teng bo'lib qolishi kerak. Shunda vx ning x o'qidagi proyeksiyasi 0 bo'lib qolyapti. Bu degani
va yigirigimiz aniq yuqoriga qaragan degan. Yigirigimiz aniq yuqoriga qaragan degan. Bu x o'qi bo'yicha harakatlanmayapti degan. Ya'ni x o'qi bo'yicha harakatlanmasak, faqat v x ning y o'qidagi proyeksiyasi bo'lib qoladimi? Javobimiz mana shu v ning o'zi bo'lib qoladi. Va shimolga v bo'lib qoladi. Shimolga v C javob bo'lib qoladi. 15-masalani ham boshlaymiz. Tezligi yerga nisbatan janubga 5 metr taqsim sekund bo'lgan kuzatuvchi, ya'ni mana buni aytyapti. Janubga kuzatuvchi y ning tezligini shimoliy sharqqa yo'nalishda 5 ildiz 2 tezlikda ko'radi. Shunga ko'ra y ning tezligi z kuzatuvchiga nisbatan qanday kattalikka ega debdi. Endi bizga mana shuni ikkita proyeksiyaga ajratib olamiz. Mana shunday x o'qdagi va y o'qda ikkita proyeksiyaga ajratib olamiz. Endi x o'qida proyeksiyaga ajratib oladigan bo'lsak, bu 5 va bu ham 5 dan bo'ladi va mana bu y jism mana shu tarafga bo'ladi. Shu nima uchun desak, mana shu joyga proyeksiya qilib olib keladigan bo'lsam, mana shu tomonga bo'ladi. Y ham va y ham 5 ga teng bo'ladi va shuning uchun 5 ga teng bo'lganligi uchun ham mana shu tomonga 5 ildiz 2 ga teng bo'ladi-da. Shunda v yigirigimiz 5 ga va sharqqa yo'nalgan bo'ladi. Shunga ko'ra deyapti, y ning tezligi z kuzatuvchiga nisbatan qanday kattalikka ega deyapti. Endi y ning z ga nisbatan va y ning z ga nisbatan tezligi shunda 10 kattalikka ega bo'ladi va mana shu javobimiz 10 bo'lib qoladi. C javob bo'lib qoladi. Rasmda poyezdlarning yerga nisbatan tezligi mos ravishda 8 va 10 tashkil qiladi. Ali va Alisherning o'zlari ketayotgan. Alisherning bo'lsa kerak-da. Nisbatan poyezdga nisbatan tezligi mos ravishda 3 va 6 ga teng. Bunga ko'ra Ali va Alisherning qaysi tomonga va qanday tezlikda ko'rsatadi deyapti. Endi birinchisiga e'tibor beramiz. Ali birinchi poyezdda poyezd yo'nalishida harakatlanyapti ekan. Alining yerga nisbatan va Alining yerga nisbatan tezligi 3 plus 8 bo'ladi. Ya'ni 11 ga teng bo'lib qoladi. 11 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Endi Ayshining poyezdi bu tomonga ketyapti, lekin Ayshi teskari harakatlanyapti. Va Ayshining tezligi 10 minus 6 bo'lib qoladi. Ya'ni 4 metr taqsim sekund bilan harakatlanib qoladi. Lekin qaysi tomonga bo'ladi? Uning tezligi bu tomonga bo'ladi. Va ikkalasi ham bir tarafga harakatlanganligi uchun v nisbiy tezlik 11 dan ayiramiz 4 ni. 7 metr taqsim sekund bo'ladi. U ham bo'lsa qaysi tomonga? 7 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, sharq bunda nima degan ekan? Sharq g'arb demaganmi? Demak, bu tomonni sharq dedikmi? Qaysi tomonni sharq? Sharq bu tomon g'arb ekanda. Uning tezligini g'arbga tomon 7 tezlikda ko'radi. G'arbga tomon 7 tezlikda ko'radi. Mana shu g'arbga tomon 7 tezlikda ko'radi. E'tiboringiz uchun rahmat.